Bozor allaqachon band edi, lekin muammo hal bo'lmagan edi. 2010-yillar boshida video call degani murakkab, ulanish qiyin, sifati yomon, uzilishlar ko'p. Asosan korxonalar ishlatishi, oddiy odamlar uchun bu texnologiya deyarli yopiqligi. Erik Yuan bu muammolarni eng yaxshi bilgan odamlardan edi. U yillar davomida Cisco Webex'da bosh muhandis bo'lib ishladi. Mijozlarning shikoyatini eshitdi va bir savol: nega video qo'ng'iroq telefon qo'ng'iroqdek oddiy bo'la olmaydi? Erik bu fikrni kompaniya ichida ilgari surdi, lekin rahbariyat rozi bo'lmadi. Bozor to'laydi, yangi yechimga qo'l berishmadi. 2001-yilda u ishidan ketdi va yangi kompaniya ochdi. Kompaniya SASB Incorporated nomi bilan ro'yxatdan o'tdi. Investorlar ketma-ket rad javoblar: Microsoft bor, Google bor, yana bitta platforma kerak emas. Lekin Erik bitta narsani tanladi: ko'p funksiya emas, shovqinli marketing emas, barqarorlik va sifat. Platforma avval korxonalar uchun qurildi. Kam internetda ishlashi, bir klik bilan ulanish, uzilmasligi. Bu kompaniya yillar davomida jim o'sdi. Hype yo'q, trend yo'q. Bugun siz uni ishda, darsda, hayotda ishlatayotgan bo'lishingiz mumkin. Bu kompaniya Zoom.